Sizni bilmadim-u, men mana shu mashinani nomi nima ekan buni? Aito ekan. Mercedes GLS Maybach kopiyasi deb o'ylayman. Ya'ni tashqi jihatdan ko'rinishi o'shanga o'xshaydi. Sal pastroqda, lekin uzunligi, eniga, gabaritlari bir xilga o'xshaydi. Kapitanskiy sideniyalar mana chiroyli ishlangan. Sifatini bilmayman, lekin chiroyli ishlangan. 3 ta displey bor. Mana ammo даже kraskasigacha o'sha Maybachga kopiya qilingan kombinirованный rang. Ya'ni tom qismi alohida, past qismi alohida. Aito M9 degan mashina ekan bu do'stlar. Hammamizga shunaqa chiroyli mashinalarda xarid qilish, ota-onamizga hadya qilish nasib qilsin. Juda chiroyli mashina ekan. Bir qarashda o'sha Maybach kopiyasi ekanligini menga shunaqa tuyuldi xullas.